majbur to'rt yildan bitkira olmaydi. Birinchi o'rak 25-yil birinchi o'rak ijrosi yuzasidan hisobotlarimizni tasdiqlashimiz kerak. Berilganida normalar bo'yicha ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi uchun shu bo'yicha men savol berilgan bo'lsa, siz eshitmadingiz hisobotda nima ishlab qo'yilgan? Boshida loyihamiz ko'rib chiqish davomida har bir turizm ko'chasida ko'zi ojizlar uchun, ya'ni biz bilamizki toshi bor o'zini va uni ko'rsatib turadigan, ajratib turadigan, harakatlarni davom ettiradigan o'zi bo'laklari bor. Bu narsalarni qo'yish majburiy deb aytilgan. Biz u Sheringada ham majburiy deb qabul qildik, loyihada ham majburiy deb qabul qildik. Hattoki qabul qilishda mana agar qarashchilikka kim borgan bo'lsa, ko'zi ojizlar uchun o'zi lineykalar qo'yilgan. Undan tashqari panuslar qo'yilgan. Har bir kirish hududiga panus qo'yilgan. Bizlar o'zimiz turistik rejamizdan qilishimiz kerak. Mana shaharda turistlar uchun hech qanaqa muhit yo'q, tualetlar yo'q. Bizda прогулочный zonalar bor, но yetarlimi yetarli emas. Ana shularga ahamiyat bersak, mana shu turistik привлекательности oshirgan bo'lardi. Bu bizlarni dunyoda eng qimmat turizm ziyorat turizmi. O'zbekiston bu juda salohiyatli. Masalan, boshqa mamlakatlarga qaraganda bu turizm ziyorat turizmi bo'yicha biz juda katta mablag' bizga o'zimizga chaqirishimiz mumkin. Toshkent shahri ham xuddi shunday katta salohiyatga ega o'zimiz ziyorat turizmi bo'ladigan joy. Hozir sizning savol bergan savollar o'sha ziyorat turizmi bilan bog'lanadigan katta mablag' ketiladigan joy. Va hozir hukumat deputatimiz bergan savol xuddi shunaqa. Aynan ziyorat turizmi, eng qimmat turizm, topilmaydigan turizm, boshqa mamlakatlarda yo'q bo'lgan xazinamizga bo'lgan munosabatlaringizni bilmoqda. Bilmasmiz, lekin bu bo'yicha ma'lumot bor. Abul Qosim madrasasida bilsanglar, tarixan hunarmandlari, izdoshlari u yoqda faoliyat yuritadi. Ya'ni bobosi hunarmand bo'lgan, bobosidan keyin otasi, otasidan keyin o'g'il, o'g'ildan keyin shu davom etgan, lekin davlat uni davlat muhofazasiga olgan hudud hisoblaydi. Hozirgi kunda rostini aytaman, bu yashash hojati yo'q, sudyaviy protsess ketyapti. Turizm tilida turist portret deyiladi. Turist portret, ya'ni nima degan savolga javob bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonga kirib kelayotgan turistlarning soni, ularning yoshi, millati, jinsi va tashrif buyurish maqsadi 5 ta punktni o'z ichiga oladi. Hozirgi kunda Gruziyaning informatik tashkiloti bilan biz yil boshida, endi bu Toshkent shahrida deyolmayman, hukumat raisi qiluvchi, informatik korxonasi bilan Respublika turizm qo'mitasi ushbu turist portretini ishlab chiqish bo'yicha ishlarni boshlaganmiz. 5 oy davomida bizda bitta xodim Toshkent shahrini o'rganish bo'yicha ulardan 3 ta, bizdan bitta xodim biriktirildi. Hozirgi kunda tahlillar olib borilmoqda. Yil yakuniga qadar turist portreti xuddi shunday ko'rinishi vujudga keladi.